Poytaxtimiz Toshkent shahrida faoliyat ko'rsatayotgan Respublika ixtisoslashtirilgan dermatovenerologiya va kosmetologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazidan tayyorlanayotgan ko'rsatuvlarimiz davom etadi. Chiroyli, qalin va sog'lom sochlar ko'pchilikning orzusi. Ammo bugungi kunga kelib soch to'kilishi, mudlashishi, kepak va boshqa muammolar tobora keng tarqalmoqda. Bugun biz soch parvarishining to'g'ri usullari, zamonaviy diagnostika va davolash haqida trikolog mutaxassis bilan suhbatlashamiz. Suhbatimiz avvalida trikolog kim va qanday muammolar bilan shug'ullanadi degan savolga javob olamiz. Trikolog bu soch to'kilishi, seyraylashishi, boshdagi har xil toshmalar, qisqa qilib, sodda qilib aytganda, bosh terisi bilan bog'liq bo'lgan muammolarni davolovchi shifokor hisoblanadi. Hozirgi kunda trikolog shifokorga eng ko'p murojaat qiladigan kasalliklardan biri bu tepakalik, ya'ni androgenetik alopecia hisoblanadi. Bu kasallik genetika va gormonal o'zgarishlar ta'sirida kelib chiqadi. Ko'pchilik soch to'kilishi tabiiy hol deb o'ylaydi. Trikolog mutaxassisning fikricha, kuniga 50-100 dona soch to'kilishi tabiiy holat hisoblanadi. Ammo soch yostiqda, tarash paytida yoki qo'lda ko'p qolayotgan bo'lsa, ajralish chizig'i kengayib borayotgan yoki kallasozlik belgilari paydo bo'layotgan bo'lsa, bu shifokorga borish uchun sabab bo'lishi mumkin. Shu o'rinda trikolog mutaxassis soch to'kilishining turlari haqida so'z yuritadi. Ikkinchi soch to'kilish turi bu diffuz soch to'kilishi, ya'ni umumiy soch to'kilishi. Soch o'sish siklini oladigan bo'lsak, soch asosan anagen va telogen fazalardan iborat. Anagen bu soch o'sish davri va u 3 yildan 6 yilgacha davom etadi. Telogen bu soch to'kilish davri, ya'ni o'sgan sochlar, shu o'zini umrini yashab bo'lgan sochlar telogen fazasiga o'tib to'kiladi. Shu umumiy soch to'kilishida qanaqadir gormonal o'zgarishlarning hisobiga, defitsitlarning hisobiga yoki bo'lmasam fasad almashinishining hisobiga shu o'sishi 3 yildan 6 yilgacha bo'lgan anagen sochlar tezda telogen fazasiga o'tib, haddan ortiq, me'yordan ortiq soch to'kilishiga olib keladi. Androgenetik alopetsiyada soch follikullalari zaiflashib, tuksumon sochga aylanib to'kiladi va to'kilish doimiy bo'ladi. Androgenetik alopetsiya bilan ko'proq erkaklar murojaat qilishadi va ular kasallikni boshlang'ich bosqichida emas, o'sha 3-4 darajasiga yetganda murojaat qilishadi. Oldinlari bu kasallik bilan 30-40 yoshdan keyin murojaat qilishardi. Hozirgi kunda 16-17 yoshli o'smir yoshlar ham bu kasallik bilan murojaat qilishyapti. Buni sababi shu ekologiya va turmush tarzini noto'g'riligi. Bizning dermatologiya va kosmetologiya markazimizda bu kasallikni boshlang'ich bosqichlarida maxsus muolajalar bilan sochlarni ushlab turishimiz mumkin. 3-bosqichdan boshlab bu bemorlarga biz soch ko'chirib o'tkazish operatsiyasini o'tkazishimiz mumkin. Yana bitta bizga eng ko'p murojaat qiladigan soch to'kilish turi bu androgenetik alopetsiya, ya'ni tepakanlik. Bu kasallikda bemorlar asosan bizga 3-4-bosqichlarda murojaat qilishadi. Chunki bunda soch to'kilishi uncha sezilmaydi. Sochlar tuksumon sochlarga aylanib, ularni to'kilayotgani bilinmaydi. Bemorlar asosan chakka qismi va boshning tepa qismi ochilib qolgandan keyin sezishadi va murojaat qilishadi. Bu kasallik asosan nasliy va gormonal omillar ta'sirida yuzaga keladi. Va bu kasallikda 1-2 bosqichlarida biz maxsus muolajalar yordamida sochlarni ushlab qolishimiz mumkin. Androgen alopetsiyani 3-4 boshlab biz bemorlarga soch ko'chirib o'tkazish operatsiyasini taklif qilamiz. Bunda ko'pchilikda savol tug'iladi. Soch qanaqa sun'iy sochlar ekiladimi yoki qarindosh, yaqin qarindoshini sochini eksa bo'ladimi? Yo'q. Bosh terisi begona sochlarni qabul qilmaydi. Bunda bemorni o'zini boshini orqa qismidan sochlar olinib, to'kilgan joylarga ekiladi. Ushbu markazga soch to'kilishi bilan bog'liq muammolar yuzasidan murojaat qilgan bemorlar bilan dastlab suhbat o'tkazilib, tashqi tekshiruv qilinadi. Keyin esa trikoskopiya, fototrixogramma, qon tahlillari, genetik testlar,
mezoterapiya, plazmaterapiya, lazer tekshiruvi, soch ko'chirib o'tkazish kabi zamonaviy diagnostika usullari amalga oshiriladi. Hozirgi paytda aksariyat odamlar Turkiyaga borib soch ektirib kelishyapti va ekilgan sochlar ko'pi to'kilib ketyapti. Buni sababi soch ekish ham mini operatsiya hisoblanadi va u amaliyotdan keyin bemor nazoratda bo'lishi kerak. Bizning klinikamizda bo'lsa, shu soch ko'chirib o'tkazish amaliyotidan keyin bemorlar 1 oydan 6 oygacha bizning nazoratimiz ostida bo'lishadi va maxsus muolajalar bilan ekilgan sochlarni yana ham mustahkam joylashishini, mustahkamroq chiqishini nazorat qilamiz. Xalqimizda bir odat bor, soch to'kilishini uy sharoitida davolamoqchi bo'lishadi. Masalan, soch tangachasimon yoki undan kattaroq bo'lib to'kilsa, to'kilgan joyga qalampir, chesnok surib davolamoqchi bo'lishadi. Bu bo'lsa noto'g'ri, chunki bu kasallikni yana ham rivojlantirishi mumkin yoki bo'lmasam o'sha ildizlarni kuydirib, umuman soch chiqmaslik holatlariga olib kelishi mumkin. Bu kasallik tangachasimon soch to'kilishi o'zi autoimmun kasallik bo'lib, bunda immun tizimi soch follikulalariga hujum qilish orqali sochni organizmdan itarib chiqaradi. Bu kasallik juda tez progressiya olib ketishi mumkin va bu kasallikni qancha erta shifokorga murojaat qilinsa, prognozi ham, ya'ni davolash ham shuncha oson va samarali bo'ladi. Bizga yana bemorlarimiz murojaat qilishadi. Bosh terisida har xil travmalardan keyin, ya'ni bosh terisida kuyish yoki qanaqadir avtoavariyalardan keyin bosh terisida chandiq holati kelib chiqadi. Bu holatlarda soch follikulasi o'ladi va o'tdan umuman soch chiqmaydi. Bunday holatlarda biz soch ekish amaliyotini amalga oshiramiz. Shu soch ektirmoqchi bo'lgan bemorlarda savol tug'iladi. Ekilgan sochlar qanchadan keyin o'sib chiqadi yoki bo'lmasam o'zimning sochimdaqa bo'lib chiqadimi deb. Albatta, ekilgan sochlar tabiiy o'zini sochiga o'xshab chiqadi. Shu operatsiyadan so'ng bemorga nimalar ishlatishi mumkin, qanaqa muolajalarga kelish kerak, qanchada kelish kerak, hammasi tushuntiriladi. Bemor agar hamma narsani joy-joyida qilsa, 6 oydan 1 yilgacha bo'lgan muddatda sochlari tabiiy bo'lib, yaxshi o'sib chiqadi. Ta'kidlash kerakki, soch insonning ko'rki. Shunday ekan, soch erta to'kilib ketishini faqat profilaktika va to'g'ri parvarish qilish orqaligina bartaraf etish mumkin. Jumladan, sochni ifloslanishga qarab yuvish kerak. Muhimi, shampunni to'g'ri tanlash. Mabodo sochning haddan tashqari to'kilishi, kepak, qichishish yoki bosh terisining qizarishi, sochning mo'tlashishi yoki o'sishlik sekinlashishi kabi muammolar kuzatiladigan bo'lsa, zudlik bilan mutaxassisga murojaat qilish kerak bo'ladi. Bu borada poytaxtimizdagi dermatologiya va kosmetologiya markazining malakali mutaxassislari zamonaviy tibbiyot usullarida yordam berishadi. Bizning dermatologiya va kosmetologiya markazimiz jahon standartlariga to'liq javob beradigan apparaturalar bilan jihozlangan. Bizga murojaat qiladigan bemorlarning shikoyatlariga va kasalligini turiga, darajasiga qarab har bir bemorga individual tarzda muolajalarni tanlaymiz. Mutaxassis sifatida shuni maslahat berardimki, agar sizda soch va bosh terisi bilan muammolar kuzatilsa, vaqt o'tkazmasdan kasallikni erta bosqichlaridayoq trixologga murojaat qiling.